هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Şuara tefsiri 141. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Şuara suresi 141. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Semud halkı peygamberlerini inkar kıldı. Öz vaxtida ulağı kerindişi Salih etti. Allah'tan korkmam sile, men hakikaten silege sadık peygambermen. Sile Allah'tan korkunla, bana itaat kılınla. Tebliğ kılganlıkımga siledin hiç kandak haq talep kılmaymen. Onu fakat alemlerinin Rabbidin sileymen. Salih aleyhisselam bilen Semud kavminin kıssası doğrusida. Bu Allah Teala'nın bendisi ve peygamberi Salih aleyhisselam doğrusida bergen haberidir. Allah Teala Salih aleyhisselamni Semud kavmiga peygamber kılıp evetti. Semud bolsa Şam şehirleri bilen Qora jilgisi arasındaki Hicr şehride yaşaydigan Araplardan idi. Ulanın makallaşkan yerleri hem kişilerge tanıştık boğan meşhur yerler idi. Biz Sure Araf'nın tefsiride Peygamber aleyhisselamның Şam bilen uruş kılmakçı bulup manganda ulanın makanlardan ötkenliki toğrusida kelgen hadislerini bayan kıldık. Peygamber aleyhisselam Tabuk berip bulup Romluqlar bilen uruş üçün qayt tayyorlik qilishga Medinege qaytib kelgan edi. Semud kavmi Ad kavmidan keyin ve İbrahim aleyhisselamdan burun ötken kavmdir. Ulanın peygamberi boğan Salih aleyhisselam şirki yok bir Allah Teala'ga ibadet kılışqa ve ulağı yetkizgen hakikatte özüge boysunuşqa çağırdı. Lekin ula onun çağırığı unumidi. Onu inkar kıldı ve onunla karşı durdu. Salih aleyhisselam ulağa özünün bu çağırıqıga uladın haq talep kılmaydıganlıqıdan ve onun savabını fakat Allah Teala'dan talep kılıdığanlıqıdan haber verdi. Sile bu yerlerde bağçıladın, bulaqladın, ziraatladın, yumşaq pişqan qovmaladın bəhrəmən bulup, xatırcəm halda davamlıq qalımız deb oylamsıla. Xoşal halda tağlarını teşip öy yasamsıla. Allah'tan korkunla, bana itaat kılınla. Ziminde buzğunçılıq kılıdığan, ıslah kılmaydığan, həddidin aşqçılarının əmrige itaat kılmanla. Salih aleyhisselamның ulağının ahvalını ve ulağı belgen nimetlerini əsletkenlik doğrusida. Salih aleyhisselam bu yerde ulağa vəz nəsihat kıldı. Ulağını Allah Teala'nın gazibinin ulağı kelip gelişidin agahlandırdı. Allah Teala'nın ulağı köplep rızık bergenlikidən, ulağını hatırcam yerde yaşavatkanlıkıdan, ulağa bostanlarını berpa kılıp, iqib turdigan bulaqlarını çıqırıp bergenlikidən, ziraatlarını ve meyvelerini ündürüp bergenlikidən ibaret, Allah Teala'nın bergen nimetlerini esletti. Şuna Salih aleyhisselam mundaq dedi. Sizler bu yerlerde yumşaq pişqan qovmilardan bəhrəmən bulup, hatırcam halda davamlıq qalımız deb oylamsızlar. Bu ayetin mənası doğrusida Avfi İbn Abbas'ның o xorma tazı esil pişqan qovmidir deganligini rivayet qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas'ның
u qurgan qavmidir deganligini rivoyat qildi. İsmail ibn Abu Khalid Amr ibn Abu Amrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahabeler ibn Abbasning u suvliq holatida yo'g'inab ondan o'zini qo'yib bergan qavmidir deganligini rivoyat qildi. Buni ibn Abu Hatim rivoyat qilib, bu vaqtda Abu Solihning mushuninga o'xshash so'z rivoyat qilindi dedi. Abu Solih'dinmi mushuning o'xshash so'z rivoyat qilindi dedi. Xo'shal holda tog'larni teshib uy yasamsizlar. İbn Abbas ve başkalar bu ayetning ma'nosi ustunliqinglarni namoyanda qilgan holda tog'larni teshib uy yasamsizlar deganlik bo'ladi dedi. Yana bir rivoyatda İbn Abbas bu ayetning ma'nosi havaslanish va cho'nglik qilish yuzidan tog'larni teshib uy yasamsizlar deganlik bo'ladi dedi. İbn Abbasning bu rivoyatini Mujahid ve bir turkum olimlar to'g'ri deb qaradi. Bu iki xil rivoyatning oraliqida hech bir qarama-qarshilik yo'qdir. Chunki ular tog'larni teshib yasalgan yiliqi uylarni ularda o'ltirish uchun emas, balki cho'ngchilik qilish va o'yin tomosha qilish yuzidan yasalatdi. Ular uylarni naqsh qilishga va tog'larni o'yib uy yasashga nihoyat usta edi. Ularning yasagan shu uylarni ko'rib boqqan kishi ularning shundoq usta ekanligini biladi. Shunga Salih alayhissalom mundaq dedi. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ya'ni sizlarni yaratgan Alloh taologa ibodat qilishinglar, uni bir deb bilishinglar, atigan kechda uningga tasbih aytishinglar uchun sizlarga rizq bergan Rabbinglarga ibodat qilishga yuzlanishinglar sizlarga dunyo oxiratda haqiqiy foydasi yetadigan ishdir. Zaminda buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan haddidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar. Ya'ni sizlar ichinglardagi shirkka, kofirlikqa va haqqa qarshi turishga chaqiradigan cho'nglarga ve katibaşlarga boysunmanglar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ula etti. Sen hakikaten sehri kılınganladın sen. Sen fakat bizge okşaş bir insan sen. Eğer sen rastçıladın bolsan birer mucize keltirip bakın. Salih etti. Bu çiştüge suyinglardan bir gün içidi. Sizlarmu muayyen bir gün içsizlar. Onunga yamanlık qilmanglar. Bo'lmasa sizlar büyük günning azobiga duchor bo'lasizlar. Ular çiştügini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etqichi bo'lmadi. Sening Rabbing hakikaten nihayet g'olibdir, nihayet mehribondir. Samud qavmining bergan javobi. Ularning mo'jiz talab qilganligi va ularga Alloh taolaning azobining kelganligi to'g'risida. Alloh taolo Salih alayhissalomning Samud qavmini o'zlarining Rabbiga ibodat qilishga chaqirgan vaqtida ularning payg'ambariga bergan javobidan xabar berib mundaq dedi. Ular aytdi: "Sen haqiqatan sehr qilinganlardan sen." Mujahid ve Qatada ular Salih alayhissalomni sen sehr qiling'uchilardan sen demoqchidir dedi. Ondan ular mundaq dedi: "Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Ya'ni vahiy bizga kelmay qandoq bo'lib sana keldi?" Alloh taolo ularning deganlarini bayon qilib mundaq dedi: "Aramizdan uningga vahiy nozil qilindimi? Hergiz undaq emas. O yalğancıdır, mutakabbirdir. Ula ayete, yani ahirette kimning yalğancı, mutakabbir ekanligini biladi.
Ondan ular Salih aleyhisselamның Rabbi tarafından ularga elib kelgan haqiqatda o'zlarining uning rostchil ekanligini bilishlari uchun uning bir mo'jiza keltirishini talab qildi. Ularning katta boshlari bir yerga yig'ildi va o'zlarining qayshillardagi bir qoram toshni ko'z tutib Salih aleyhisselamdan shu vaqtning o'zida u toshdan mundaq sifatlik bir bo'g'oz to'gi chiqarib berishni talab qildi. Bu chaqda Alloh taolaning payg'ambari bo'lgan Salih aleyhisselam ulardan agar o'zining ularning talab qilganlarini o'rinlasa, ularning o'ziga cho'qim iymon etish, ishinish va agish kerakligi haqida ahda va va'dalar oldi. Ularmu cho'qim shunda qildiganlikka va'da berdi. Alloh taolaning payg'ambari Salih aleyhisselam namozga turib, ondan Alloh taoladan ularning o'zidan talab qilgan mo'jizalarini vujudga chiqarib berishini so'radi. Shuning bilan ular ko'rsatgan yeliq qoram toshdan ular talab qilgan sifatdagi bir to'ga etilib chiqdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Buni ko'rgandan keyin ularning oz qismila Salih alayhissalomga iymon etdi. Ko'p sondagilar bo'lsa, yanili kofir holatida qiliverdi. Salih aleyhisselam mundaq dedi. Bu çiştöge suyunlardan bir gün içidi. Silamu muayyen bir gün içsizler. Yani bu töge suyunlardan bir gün içidi, silah bir gün içsizler. Onunla yamanlık qilmanglar. Bo'lmasa silah büyük günün azabıga duçar bo'lasizlar. Yani Salih aleyhisselam ularga agar ular tögege birer yamanlık qilib qo'ysa, Alloh taolaning azabının keladiganligi haqida ogohlantirish berdi. Töge ularning ichida suv ichib, o'tlab bir mezgil turdi. Ular tögening süt qetiqlaridan qong'ichi foydalandi. Vaqtning o'tishi bilan ularning ichida yomon odamlar paydo bo'ldi. Ular birlashib tögini o'ltirib etishga maslahatlashib, oxirida tögini o'ltirib etdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular tish tögini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Ya'ni ularga tushgan azob bo'lsa, ularning ziminini qattiq titratdi. Ularga yuraklarni o'rnidan yulib tashlaydigan qattiq ovoz keldi. Va ularga o'zlari o'ylab bakmagan bir ish yuz berdi. Shuning bilan ular o'z uylarida o'ltirgan pet qetib qoldi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. La havla ve la kuvvete illa billah. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etqichi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Lotning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Lot aytdi. Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Rabbidan tilayman. Lot alayhissalomning qissasi va uning da'vatining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bandisi payg'ambari Azarning nevrisi ve İbrahim aleyhisselamның qarindishining o'g'li Lot aleyhisselam to'g'risida xabar berdi. Alloh taolo Lot aleyhisselamni İbrahim aleyhisselamның zamonisida katta bir qavmga payg'ambar qilib avatgan edi. Bu qavm Sudum ve onunğa tava bo'lgan joylarda yashaydi. Alloh taolo u yerni ular bilan qo'shib aloq qilib, u yerni paskina ses qipiraydigan bir dengizga aylantirib etdi. U G'avri shahrining Falastinga tava tog'ning qishidagi bir tarafda nomi mashhur bo'lgan o'lik dengizdir. U dengiz Falastin bilan Kerak ve Şevbek şehirlerinin arasına joylashgandir.
Lut alayhissalom ularni shirk yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga va Alloh taolo ularga avatgan payg'ambariga bo'ysunishga buyurdi. Hamda ularni Alloh taolo cheklagan gunohlardan va ayollarining tashlab qo'yib erlar bilan birga bo'lishdan iborat toki shu davrgacha insonlardan hech kim qilib baxmagan o'zlari paydo qilib olgan yomon ishni qilishdan to'sdi. La havla va la quvvata illa billah. Sizlar ahli jahon ishidan livata qilib Rabbinglar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzg'unchilikda haddidan oshqichi qavmsizlar. Ular aytdi: Ey Lut, agar da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinsan. Lut aytdi: Men sizlarning qiliqinglardan qattiq yerginaman. Rabbim qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavallarimni qutqizgan. Uni va uning tavallarining hammani qutqizdik. Faqat Mumayni, ya'ni Lutning ayolini qoldirib qo'yib halok qildik. Ondan qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Agahlandırıcılarga yağdırılgan yağmur nima degan yaman? Agahlandırılgıçılarga yağdırılgan yağmur nima degan yaman? Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Lut alayhissalomning qavmining qilmishlarini tanqid qilishi ularning javobi va ularga kelgan azobning bayoni to'g'risida. Alloh taoloning payg'ambari Lut alayhissalom ularni buzuq ishlarni qilishdan va erlar bilan bir yerda bo'lishdan to'sib, Alloh taolo ular uchun yaratgan ayollarining qishig'i kelishga buyurdi. Ularning Lut alayhissalomga bergan javobi tuvandikidek bo'ldi. Ey Lut, agar da'vatingdan qaytmasang, ya'ni sen bizga elib kelgan da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinsan, ya'ni biz seni aramizdan qo'g'lab chiqaramiz. Alloh taolo ularning bergan javobini boshqa yerda bayon qilib mundaq dedi. Ularning birdan bir javobi Lutning tavallarini shahringlardan haydab chiqaringlar, ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Lut alayhissalom qavmining qilmishlaridan yanmaydiganligini va ularning ozg'unliklarida davomlashadiganligini tonib yetganda ulardan ado-judo bo'lib mundaq dedi. Men sizlarning qiliqinglardan qattiq yerginaman. Ya'ni men yomon ko'raman. Men bu qilmishinglarni hargiz to'g'ri ko'rmayman. Uningga rozi bo'lmayman va men sizlardan ado-judodirman deb ularga qarshi Alloh taologa duo qilib mundaq dedi. Rabbim qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavallarimni qutqizgan. Alloh taolo mundaq dedi. Uni va uning tavallarining hammasini qutqizdik. Faqat Mumayni, ya'ni Lutning ayolini qoldirib qo'yib halok qildik. U Lut alayhissalomning ayoli edi. U eski bir Mumay bo'lib, oqibatda Lut alayhissalomdan ayrilib qolib, qavm bilan birga halok bo'lib ketdi. Alloh taolo xuddi A'rof, Hud va shuningdek Hijr suralarida bayon qilgandek, Alloh taolo Lut alayhissalomni faqat eski mu'minni tashlab qo'yib, oilasidagi boshqalarni kechining oxirida elib chiqib ketishga va qavmiga ovoz tushganda navoda ular u ovozni anglab qolsa, oqisi qarmaslikqa buyurdi. Ular mush buyruq bo'yicha yo'lga chiqib, Alloh taoloning hukmiga sabr qilgan holda yo'lini davom qildi. Alloh taolo Lut alayhissalomning qavmining hammasiga umum bo'lgan ularning ustiga orqa-orqadan sapal toshlarni yog'dirishdan iborat azobni tushirdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Ondan
qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etqichi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Ey kiliqlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida Shuayb ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Robbidan tilayman." Shuayb alayhissalomning aykiliqlarga qilgan va'z nasihati to'g'risida. To'g'ri bo'lgan ma'lumotlarga asoslanganda aykiliqlar Madyanliklardir. Shuayb alayhissalom ulardan edi. Alloh taolo xuddi boshqa payg'ambarlarning qissasida qarindishi Nuh, Solih va Lut deganidek bu yerda ularning qarindishi Shuayb deb demidi. Chunki ular aykiga ibodat qiladi. Ayki bo'lsa bir daraxtning ismi edi. U nihoyatda bukbaraqsan o'sgan bir daraxtdir degan ko'z qarashim bor. Qisqasi ular shu daraxtga ibodat qiladi. Shunga Alloh taolo aykiliklar payg'ambarlarni inkor qildi degan chaqda o'z vaqtida ularga qarindishi Shuayb aytdi demay, faqat o'z vaqtida Shuayb ularga aytdi debla. Gerçi Shuayb alayhissalom ular bilan qon jihatdan bir millat bo'lsa-mu, ular daraxtga ibodat qilganligi uchunlar Alloh taolo uning bilan uning qavmining orasidagi qarindoshlik munosabatini tilga olmadi. Ba'zilar bu nuqtaga diqqat qilmay, aykiliklardan Madyanliklar ko'z tutilmaydi deb Shuayb alayhissalom aykiliklar ham Madyanliklardan iborat ikki qavmga payg'ambar bo'lib avatilgan deb qaraydi. Ba'zilar Shuayb alayhissalom 3 qavmga payg'ambar bo'lib avatildi degan qarashni o'tirib qo'ydi. To'g'risi aykiliklar bilan Madyanliklar bir qavmdir. Ular ba'zi yerlarda bir munosabat bilan aykiliklar deb atalsa, ba'zi yerda Madyanliklar deb ataldi. Ular bir qavm bo'lganligi uchun aykiliklarmi xuddi Madyanliklar buyurilganidek o'lcham va tarozini to'liq berishga buyurildi. Bu ularning bir ummat ekanligini ko'rsatib berdi. O'lchamni to'ldirib beringlar. Kam berguchilardan bo'lmanglar. Narsalarni to'g'ri tarozida tortinglar. Kishilarga narsalarini, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Sizlarni va ilgiriki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar. O'lchiganda to'liq o'lchab berishga va tarozida to'g'ri bo'lishga buyurilganlik to'g'risida. Alloh taolo o'lchamni to'liq berishga va tarozida to'g'ri bo'lishga buyurib va ularni kam tutishdan to'sib mundaq dedi: O'lchamni to'ldirib beringlar. Kam bergichilardan bo'lmanglar. Ya'ni sizlar kishilarga bergan vaqtinglarda o'lchamni to'ldirib beringlar. O'lchamni kam tutmanglar. Bu chaqda ularga kam berib qolasizlar. Mubada sizlarning boshqalardan elishinglar bo'lib qolgan bo'lsa, to'liq qolasizlar. Sizlarmi boshqalardan xuddi sizlar bergininglardek elinglar. Az ularg'imi sizlar xuddi sizlar olgandikidek beringlar. Sizlarni to'g'ri tarozida narsalarni to'liq tarozida tortinglar. Kishilarga narsalarni, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Ya'ni yo'lda o'ltirib olib, kishilarni qo'rqitishdek fitna fasod termanglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sgan va yo'lning agriligini tilgan holda yo'llarda o'ltirmanglar.
sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni ularni va ularning ajdodlarini yaratgan Alloh taolaning qattiq azobidan qo'rqinglar. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Şuara tefsirinden 184. ayet kışı anladığınlar. Ahirini keyin kıtımlık okşumuz davamlaştırırız inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.